Nega obunachilar hammaga salomat. Sizlar bilan bugun Freezer Minecraft nima qilsam o'yini boshladik. Endi bo'lmasam video qilishni boshladik do'stlar. Survival qilamiz. One block ko'rsanglar. One block birinchi qismi uchun menga prosmotr yoqmadi, lekin ikkinchi qismi vahshiy bomba bo'ldi deb bo'ldilar. Rahmat, lekin shu bo'lsa ikkinchi qismini ko'ribsizlar. Lekin men kommentariyada tayyorlab qo'ydim birinchi qismini. Ko'rmadinglarmi? Linklarimiz ko'rgan bo'lsanglar ko'ringlar. Ikkinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, ikkinchi qismi ham kommentariyada bo'ladi. Qani yo'qona abuldan do'stlar yo'qolsa. Mana masuka. Ana. Do'stlar, obunachilik sizurib ketyapti. Birimiz sizurib ketyapti do'stlar. Hozir ko'ramiz. Mana masuka. Mana u ana nice. Qani o'ylab qani yo'q voy, chiqinglar. Shu modlashsin. Temir blokasi. Temir ruda chiqdi. Tosh ruda chiqdi. Tosh ruda chiqdi. Rudalar chiqdi. Ya suka. Voy bilan no, kirkan yaxshi. Kuchayib boryapmiz. Yaxshi. Yaxshi bo'lgan hayotda. Mana yaxshi. Mana yaxshi degan. What the Mana do'stlar, sal chaqirib qolishdi ishga do'stlar, uzr. Ishga chaqirib qolishdi shunga. Ana. Nice. Ajar yaxshi bo'ldi. Bloklarimiz ham ko'payib boryapti. Minecraft yere ko'rsak, nechta qismga chiqsin do'stlar, yo'lchi men buni fasl qilib chiqarish xohlayman. 10 ta qismdan 15 dami 10 ta qismdan keyin birinchi fasl tugadi, undan keyin ikkinchi fasl bo'ladi. Ikkinchi faslda ham o'sha 10 ta 15 ta qism bo'ladi, keyin uchinchi fasl, keyin ana shuni fasl qilib chiqarib beraman. Bo'ladimi? Bo'lgan, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, voy bilib tushib ketadi deb like bosib qo'yinglar. Buni bilib kerakki. Do'stlarga qarang, nima yasasak bo'ladi biz. Nima yasasak bo'ladi. Buni bilaman. Video uzun kech qolib chiqishi to'g'ri kelib qoldi. Vaqt bo'lmadi. O'qish degandek gaplar. Hay, bilin. Mayli. Shu videomizdan cho'zib. Do'stlar, sizlarga oxirgi videom, ya'ni Minecraft uchun men SCP modini to'g'ri oldim degan video yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bu videoga kirib qo'yinglar. Bu video ham kommentariyada bo'ladi. Videomiz har doimgidek 15 minut va 10 minut. Harom. Turi qolay. Cho'chqa mana bunday. Yaxshi ko'rdim.
Mana Ramazon zo'r bo'ladi. Ramazon ishi cho'tilib ketdi do'stlar. Daraxt tushib ketdi yerimizda do'stlar. Endi bu daraxt tushib ketishi mumkin emasdi. Nima tushib ketishi mumkin? Lekin hali mana bitta ana ovqat ketganini qo'rqitib bo'ladi. Har doimda nimadir ana bloklashyapti, loy bloklashyapti. Buni rastlashtirma birinchi qismatdan vizering ishni kerak qilib. Haram. Cho'chqabek, yerimdan qol. Rangiz oqarib ketdi. Voy, tushib ketdi. Bilmadim. Haram. Mana shunaqa beringlardi Minecraft. Ozgina o'tiraylik. Harom narsalar berasizlar menga. Yo'qki. Sakrash xayolingni ham keltirma. Sakrasang pishirib yeyman. O'zi senga pishirib yeyman. Sakrasang ham pishirib yeyman. Avvaliga joydan ana Qanchalik mehr borligini xudolarga. Davlat tomonidan Maza. Saklash xayoligini ham keltirma. O'g'liyman. Chayni. Meramiz ancha kattalash bo'ldik. Bitta daraxtga ega bo'ldik, bitta daraxt ko'chadiga ega bo'ldik. Hozir xaylash vaqti kelyapti do'stlar. Do'stlar hammaga rahmat mana tomosha qilganinglarga. Men sizlar bilan bo'ldim. Fraser John ya'ni Fraser Minecraft hammaga xayr. Nigerlar